Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Rockqiz. Anchadan beri video olmadik. Endi olamiz do'stlar. Mana Robloxda meni kanalim. Mana shu bo'ladi. Mana shu ingliz tilida mexanik degan narsani bildirar ekan. Uni kiygan narsa mana. RB. Ashi. Hozir mashq kartalarda o'ynab chiqdim, ponni. Horror.uz yangi kanal chiqdi, 12 obunachi chiqdi. Shunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Mashinaga yurib, endi qaysi birini o'ylaymiz desizlar. Masalan, o'ynagan kartalarni o'ynaymiz. Ya'ni kalmar o'yini chingalchikisi. Tosh qaychi qog'oz. Ana. Ko'p o'zbeklar o'ynaydi. O'zbeklarni ko'pni qo'shib oldim. Chaqirib qo'yaman hammasini hozir. Yepamiz hozir. Qani o'ynaganlarim? Bo'ldi mana. Mana kiramiz, mana kiramizda hammasini qo'yib qo'yamiz. Chaqirib yuboramiz. Chaqirsa bo'ladiganlarni hammasini chaqirib yubordim desizlar. Ko'p o'zbeklarim bor menda. O'zbek deb qo'ygan mana o'ziga. 2 kishilik mana unda birga o'ynaganman. Ko'pchilik o'ynaganlarim mana ham o'zbek. Hammasi o'zbekda. Ko'pchilik o'zbek. Ba'zilari amerikalik. Hozir kiramiz endi. Kiramiz. Do'stlar, iloji bo'lsa mashina Horror.uz bilan birga chingal unaqa o'rnatamiz. Tosh qaychi qog'oz o'rnatamiz. Kikiga qarshi Horror.uz qilib. Kim yutsa shu bilan men chingalchikisi o'ynayman. Ya'ni tosh qaychi qog'oz o'ynayman. Keyin keyin masalan Kiki yutsa Kiki bilan o'ynayman. Keyin yutqazgandan unaqa boshliq bo'ladi. Ya'ni sintiradigan o'rtada sintiradigan. Hamma yo'q yaxshi. Lekin qanday bu? Kirdi. Nihoyat. Men 4 marta bu o'yinda yutdim. 90 ming so'm pulim bor. Men borman. Vaxonatda men o'zim turibman. Sizlar tasavvur qilinglar. Sizlar ashula turibchilar. Hamma o'zi shunaqa ko'rinadi. Hamma o'zi turgan ko'rinadi. Aka, men ham o'ynayman siz bilan. O'zicha kachoga ekan bu. Davay. Bu avtomatik o'yin kuchli ekan. Ko'p yutgan ekan shekilli. Lekin meni yutolmaydi bular. Qaychi bilan qog'oz qilib qo'yamiz. Qaychi bilan qog'oz chilibo'liga chiqaradi desizlar. Wow. Qog'oz. Vay. Qog'oz qo'ymadim.
Ana. Bo'ldi. Toshqacha qog'oz ketdi. Sunarlik. Keyingisiga ikkitadan bittani to'lgan kerak menda. Boshliq bo'lib turamiz endi. Boshi kerak. Ikkovsi ham yutqazdi, endi bir-birini otib ko'radi. Hop. 3-2-1. Ikkovsidan chiqmadi. Ikkovsi ham tirik. Молодец. Endi vaqt ketyapti, tanlaylar. Masalan, yana ikko'z. Bir-biriga bir-biri tutib qo'yishyapti bular. Voy, nima bo'ldi? Wow, yaxshi. Ikisida ham alohida ekan. Stol g'arib. Ikkitadan bitta. Mana kim endi? Toshqacha qog'oz o'ynaysizmi? Mana bo'lmaydi bu. Niko. Ko'zim yo'q ekan bu. Давай. Вот ashulashga joy topilmayapti. O'tiramiz. Odam kutamiz endi. Kutib ham bo'lmaydi deyapti. Hamma o'zbekchasini nimani yozibdi? Tarjima qilishga rasmga olaman. Yo'q, hech kim yo'q. Voy, bitta inson bor, mana nihoyat.
Ve oyun başlanıyor. 3 2 ben gitti. Ha bular. Bironta tuzuk quruq o'yinchi ham o'ynamayapti bu yerda. Tarjima qilib mana so'zni tarjima qilib men yozib qo'yaman. Uni nimaga qulfligini bilib olaman keyin. Hey, o'tir. Tomoshabin bo'lib turishaverdim bular. Ana. Meni 4 minut vaqtim qoldi. Tosh, qaychi qos. Zo'r. Bitta qo'l emas bu. Pistolet olamizni aylantirib turib otamiz. Baribir otilmaydi birinchisida. O'qi yo'q bo'ladi birinchisida. O'qda nima daxli bor? Chingal chuka ayvon buka. Молодец. Yana qog'oz o'zim tanlagan. Bu safar esa ana yo'q. Nima bo'lyapti? Endi qilib ko'ramiz. Bu safar ish qilib bitta tanlasin-da. Tosh, qaychi qosdan ana. Zo'r. Ching. Uchinchida ham o'tilmadi. 3-marta bo'ldi. İçiga yana bitta o'q solamiz, aylantiramiz. 3-raundga. 4-raundda o'tganimiz o'yinda. Mana yaxshi. Bunda ham otmasam videoni tugataman. Vay. Oxirgi o'ynashim nasib bo'ladi. Bunga qog'oz qilaman, bunga qaychi qilaman. Bo'ldi. Ketdimi? Hamma ketib chingal. Bu 4-inchisi. Bundan keyin video tugadi do'stlar. Voy, ketdimi? Hayır.